Liliya brendi asosida chiqarilgan shunaqa 100% paxta bo'lgan pastelarimizdan keldi. Bular upakovkalarni qaranglar qizlar. Podarkaga deysizlarmi, salpaga deysizlarmi, o'zingizga ishlatishga deysizlarmi, juda ham shikarna kачествоda kelgan. Umuman sintetikasi yo'q. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu prostinasi, mana qizlar. Yaqindan ko'rsa, toza Xitoy firmaniki. Bu yerda mana pastellari. Bu yerda shunaqa podizaynerga qizlar qaranglar. Bularni ushab ko'rmasdan his qilmaysizlar buni materialini qizlar mana. Yaqindan olib kelib ko'rsangiz. Maza qilib ishlatasizlar qizlar. Buni har xil rasvetkalaridan bor. Mana bu yerda rasvetkalari. Bunaqa rasvetkalaridan bor, och rasvetkalaridan bor, shunaqa oyjonlarimiz yaxshi ko'radigan mayda gulli pastellarimizdan ham bor qizlar mana. Neobichniy hali hech kimda ko'rmagan pastellaringlardan qizlar bilan narxi atiga 250 mingdan skidka narxida chiqqan. Faqat Yaprak Home'da bo'ladi bunaqa narx. Bilasizlar, kimga nechta kerak bo'lsa zakaz qilsanglar bo'ladi. Optimga yana ham kelishtirib beramiz. Optimchilar отдельно aloqaga chiqsanglar, alohida gaplashamiz qizlar. Hammalarni Yaprak Home'da kutib qolamiz.